Assalomu alaykum hammaga. Birinchidan katta rahmat taklif uchun va O'zbekistonga ertaga qaytib tayyorman savollarga javob berish. Birinchi federatsiya faytga Garinada katta rahmat. Biza tayyormiz. Savollar ketyapti. O'sha yerda zatsepkasi bor, to'g'rimi? Bo'lmasa gapirmasak O'sha gaplashiladi xudo xolasa, yangi yildan bor. gap bo'lishi mumkin. Biz hammamiz jamoat turibmiz. ma'lum sababli biroz muammolar bo'lib turib, shuning uchun bo'yingiz atlanib ketdi. Taroziga deb olganlar, o'zimni yaxshi his qilmadim. Keyin do'stimga borsak, ular shuni aytishdi, qo'lboshlangan qo'y chiqdi, qo'ydan chiqadi. Bunga bo'yingiz kelsa bo'lib ketdi. Endi nima deymiz? Shuncha farqli o'zgartirganmiz, bu saqlab qolishga harakat qildik, lekin iloji bo'lmadi. Xudo xohlasa keyingi safar chiroyli g'alabalar bilan zo'r yangiliklar bilan amaliyotni ko'rsatamiz. Shuni aytib qo'yishim kerak, iltimos qo'llab-quvvatlanglar, o'zimizni boislarni, O'zbekistonda har bitta chiqayotgan yosh avlod bor, yosh sportchilarimiz bor, iqtidorli o'smirlarni ko'ryapmiz. Misol Dag'istonda ko'pchilik qo'rqishadi, yo'q, qo'rqish shart emas. Ular inson bizga o'xshagan chiqib turib, shu o'smirlarimiz bor, hamma yoqda rezultat kelishyapti. Shularga iltimos olib chiqinglar, blogerlar, sport blogerlari, hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'lasizlar. Sportivniy o'zini tutishi, shovi, bo'ydagi hammasi cho'tka. Keyingi plan, who is next deydi-ki, keyingi sopernik kim? Вообще farqi yo'q. Birinchidan bu bo'yga o'yin qilganiga ertalab menga menejerim yozibdi, istarsanga chempionskiy bo'yga o'tgan. Va o'sha kuni kechqurun o'ylashga trenirovka kelganimda travma oldim. Shu travma bilan chiqib, baribir nokaut qildik. 5 travma chiqsam, grepler bilan kerak bo'lsa greplerda etaman. Farqi yo'q menga. Menga hozir poyezd turibdi. Kim istasa, кто хочет забрать, пусть попробует. Я буду защищать его всю свою жизнь. Знаешь, было очень короткое уведомление против лучшего, ну не в лучшей десятке был Аздемир. У меня не было подготовки особо, не было должного настроя на этот бой. Но я выходил именно за мечтой, мечта была именно подписать контракт. Подписал контракт, и после этого эмоций никаких-то не испытал особых, потому что не был готов. Дальше уже больше открылся, уже немножко привык к этой атмосфере. И начал показывать уже, на что способен. Один из тяжелых, наверное, боев, вот как раз с товарищем Антоном, мы с Костей бились, Константин Андрейцев, это на РСС было. Сложный бой, там тоже у нас получилось короткое уведомление, я парня этого вообще не знал, и получилось так, что у нас заруба кость-кость получилась, грэпплинг там остался. Наверное, один из сложных. Любой бой по-своему сложный, но это такой получился именно, когда я бил соперника, и он как-то выживал, можно так сказать. Rahmat, uchinchi eng o'zimizni qiziqtirayotgan. Наверное, это чемпион и второй номер, я считаю, это Магомед, наверное, Магомед Абдулаев, потому что у него большой бэкграунд в любительской карьере. И он умеет как биться в длинную дистанцию, он умеет бороться, он умеет бить. Вот. Ну и чемпион, я считаю, наверное, чемпион, Анатолий чемпион, потому что побил всех своих соперников предыдущих, хорошо бил. Но что с одним, что с другим, если лига захочет, то мы схлестнемся. Yarki udarlikda MMA kam bo'lgan juda. Xudo xolasa mana qachon bu yarki udarlik nakautlari UFC'da ko'ramiz.
PFL bilan kontraktim 6 oydan keyin PFL bilan kontraktim tugaydi, lekin 6 oy ichida yana bir marta urishishim kerak. Xudo xohlasa keyingi boy PFLda chiroyli finish qilsa, harakat UFC'ga Xudo xohlasa nokautga chiqishga harakat qilamiz. Endi sani yoshlarga nima maslahat berasizlar? Bu sizlarga savolim, har bittanglar javob bersanglar xursandman. O'sha keyin Hoji Akbar akamga xuddi shu savol. Hoji Akbar aka MMA federatsiyani juda yuqori darajalarga olib chiqamiz. Sizda ham qiyinchiliklar bo'ldi. Siz nimadan energiya olasiz? Biz Garilladan energiya olamiz, baytlarimizdan energiya olamiz. Ulug'bek aka Garilla komandasidan nimadan energiya oladi? Savolim shu. Har bittanglar bittadan savol bersin, javob bersangiz zo'r bo'ladi. Adashmasam bu savol hozir 3 ta yo 4 ta priz yutib ketdi. Реально yutib ketdi. Fakat to'yadi. Да, мотивирует на самом деле, чтобы, знаешь, в первую очередь это семья, потому что когда ты понимаешь о том, что ты сделаешь тяжелую работу и в случае там победы твоя семья немножко, но станет жить лучше. Наверное, это основная мотивация, в принципе, в любой жизненной ситуации, какая бы она там ни была, это наша семья, а кто еще? Наши дети, наши родители, потому что для меня, по крайней мере, это одна из основных вообще целей жизни, для которых вообще я живу и что-то делаю, вот, для того, чтобы мои близкие, родные жили хорошо. Наверное, это основное. Золчи mana без ты постоянно гоняешь, я знаю, брат. Odatda vesim 85-86 kilogrammgacha ko'tarilib yuradi. 15 kilogramm vazn tashlayman, 70 kilogrammda jang qilish uchun oson bo'lmaydi, to'g'ri. Nima motivatsiya beradi? Bagdan aytganday oila, oldinga qo'yilgan maqsad, g'alabani o'ylasam, mana shu o'ziga yetadi, motivatsiya beradi. Otabek Boynazarov. Birinchi o'rinda maqsad qo'yish kerak. Tanlagan yo'lini oxiriga yetkazaman deb o'zi inson harakat qilish kerak o'zi uchun. Agar harakat qilmaydigan bo'lsa, uni yo'lda qolib ketadi. Maqsad bitta bo'lsa, xarakter bo'lishi kerak. Vez qaytarishda odam oriyatli bo'lmasa, vez qaytara olmaydi. Chunki vez qaytargan dieta bo'ladi, og'ir trofka bo'ladi, hamma billa o'tadi. Bu vaqtda sabrli bo'lish kerak birinchi o'rinda. Kechagina jang o'tkazdi. Ajoyib jang. Avvalo motivatsiya shu oila sabab bo'ladi birinchi o'rinda. Keyin albatta sabr. Vez qaytarish oson emas. Chunki meni рабочий vesim 75-76 yuradi, o'zi 61 urishaman. Lekin bunda kechagi bo'yda 64 catch weight urishdim. Chunki sabrniga ko'rmaganim uchun o'sha kelishilgan vez urishdik. Endi bunga albatta sabr bilan o'sha dieta qilib, trenirovka qilib, endi har doim bo'ladi negativ sabab bo'lib orqaga ketadigan bo'lsak, faqat orqaga ketamiz, chunki oldinga ketishga sabab bo'lmaydi. Har doim bo'ladi, bundan keyin ham bo'lgan. Endi bizda shu maqsad bor, shu maqsadimiz sari intilib, o'zimizni ko'rsatib, dalshi borish, maqsadimizga erishish. Birinchi ochilib, bular fikrlariga juda ham qo'shilaman. Birinchi ochilib oila. Chunki to'g'risini aytsam, hamma sportsmenlar yengil hayotdan chiqib kelmaydi. Chunki yengil hayotdan bir narsaga erishib bo'lmaydi. Har bitta inson yoki bir nimaga erishgan, katta yutuqlarga erishgan inson albatta ortida ota-onasi yoki qanaqadir qiyinchilik bo'ladi. Shuning uchun men ham yoshligimdan ayta olmayman, ommaga chiqib qiynalganman, uyda deb
To'g'risi shuning uchun oson oiladan chiqib kelmaganman, qiyinchilikdan chiqib kelganman. Ota-onam necha marta qarshilik qilgan shu sportni boshlashimga. Men ularga va'da berganman, inshaalloh sizlar o'g'linglar Xudo xolasa dunyoni egallaydi deb. Shu maqsadim sari harakat qilib, sekin-astalik bilan ketyapmiz. Allohga shukr, shu yergacha yetib keldik. Bundan yaxshi ham boramiz. Inshaalloh UFC'ning kamarini shu yerga olib kelib, hammaga isbotlayman. Что chekkadir qishloqlardan ham chiqib turib, chempion bo'lsa bo'ladi. Molni boqib ko'chada yuravermaydi. Harakat qilsanglar hamma narsaga erishasizlar. Inson qilgan ishni inson qiladi degan narsani o'zimga singdirib olganman. Doim shu motivatsiya beraman. Aynen. Talashlar mikrofon. Men uchun to'g'risini aytsam motivatsiya yo'q. To'g'risini aytaman, motivatsiya degan narsa o'zi bu ahmoqona narsa men uchun. Boshida bergan o'zim uchun, o'zim shu yo'lda tanladimmi, bu meni xohishim. Уже kech o'zgartirish kerak. 30 yoshga to'ldim. Hozir taslim bo'lsam, yengil bo'lib qolmaydi. Oilam pul ko'payib qolmaydi, dasturxon to'lib qolmaydi. Yutsam, dasturxon to'ladi, oilam ko'proq nimadir erishadi. Buni men asosini shu narsani qilgan holatda yoqadimi menga, yoqmaydimi, bu meni ishim. Men buni izlashga shart qildim. Rosa gapimiz sizlar. And the new Ilhom Nazira. Savolingiz aka, qiyin paytda nima bizga energiya kuch beradi, to'g'ri? Men uchun birinchi любой boец vaqti kelganida shunday o'ziga xayrli aytadi, savol beradi. Shu yo'lni istaysanmi tanlash? Tanlashing bilan birga bilishing kerak, какой последствия kutadi seni. Qanchalik qiyin narsa bo'ladi, какой qiyin bo'lib qoladi. Shu o'zimga o'zim обещать qilganman, man tayyorman. Qanchalik qiyin bo'lmasa ham yo'limdan chiqmayman. Shu disiplinani ushlab turaman, yaxshi kun, yomon kunlar bir xil. Kimdir uchun bu o'yin bo'lishi mumkin, lekin bu men uchun hayot. Mana hayotda hech qanday o'zimga bilasizmi, bo'yni qolsam, xarakter, настроение bo'lmasa, я не имею права не делать то, что должен делать. Как говорится, настроение yo'qmi тренировка bo'lish, без настроения bo'lish. Нашли тренировка. Варианта нету больше. Ажрата больше. Bu sportga hobbi qilib kirib kelganmiz, lekin sportchilar bilan birga ishlab, birga yurib, oila bo'ldi. Avvalambor javobgarlik. Kecha ham men bu yilning birinchi turniri bo'ldi, 13 mingta odam yig'ildi. 13 mingta odam hammasi meni ko'raman deb kelishdi. Shu 13 mingta odam xalqimiz oldida bizda javobgarligimiz bor. Sababi federatsiya boshqaruvida ishtirok etmoqman. Har bir sportchini kerak bo'lgan huzuridan yoki bir hayotda bir kamchilikdan javobgarlik bor, befarq bo'lmayapmiz. Sababi bu sportchilarni shaxsan taniymiz. Assotsiatsiyamizni rahbariyati tarafdan qo'llab-quvvatlashni sezamiz. Shu bizda qanday motivatsiyamiz, javobgarligimiz turamiz. Bu firgaliklar assotsiatsiyasi bilan birga tashkillashtirdik. Bu narsani motivatsiyani to'g'risida aytayotgan bo'lsangiz, birinchi bu oila, farzand. O'sha maqsadni oxirgi nuqtasini ko'rish xursandchilik. Ayni o'sha motivatsiya. O'sha oxirgi nuqtasini ko'raman deb, o'shanga yetganimdan keyin o'sha xursandchilik. Главное, очень прям душу радует, когда вот, семья рада, когда ты побеждаешь, и дочка, когда я бежал, и я знал, я был уверен, что я выиграю бой, и я хотел показать своей дочке, что папа не просто так говорит, папа работает для этого. И
папа добивается. И я хочу, чтобы она тоже это понимала в этой жизни, чтобы что-то добиться, надо что-то делать очень сильно, и ты получишь то, что ты хочешь. Я хочу это показать. Все. Yana bir marta savol Zokirov, yana bir marta savol bering. O'tkaveradi. Siz savol berasiz. Hamma sportsmenning orzusi sizlarga o'tirish. Sizlarga shunaqa muxlislar bo'lishi, shunaqa o'ziga, yuragiga shu muxlislarni sig'dira olishi. Bizlarda sizlarga o'tirish, sizlargacha kelish, bizlardagi orzu hozircha. Sizlarda UFC, hammada UFC, sizlarda asosiysi уже bir qadam qo'ygan UFC. Sizlarda hozirgi kunga kelganlaringizdan keyin o'zlaringizda yuraklaringizda qanaqa faxr tuyg'usi bo'ladi? Qanaqa faxr? Ili o'zlaringizdan qanchalik darajada faxrlanasiz? Demoqchi. Rahmat. Здесь, наверное, я так отвечу, нет места для гордости. Каждый человек этого как минимум достоин. И просто нужно для чего-то, для этого делать. Вот у ребят, каждый, кто здесь сидит, они потратили уйму времени. Уйму просто. Я там с 9 лет спорту отдал. И только в 2023 я только добился там чего-то на UFC. Да? В 2015 у меня первый был дебют. Это просто огромные промежутки времени. И каждый, я говорю, каждый очень много времени на это тратит. И если кто-то решит просто отдаться этому делу, я уверен, что сможет и там какое-то подрастающее поколение сможет занять эти места, также добиться каких-то других своих высот. И пусть это не будет только в спорте, это любому делу, если ты отдашь 10 лет жизни, мне кажется, ты добьешься определенных высот. И главное в это верить, и главное газовать по полной. И верить в то, что ты делаешь. Не просто в себя верить, а верить в то, что ты делаешь, и несмотря на какие-то преграды, добиваться. Я считаю, что это так. Здесь про гордость речи идти не может, потому что это уже больше такое будет, как тщеславие, потому что типа вот я здесь сижу. Нет, я сижу и наслаждаюсь тем моментом, что вы здесь, и вам это интересно. И интересно то, что мы это делаем. Спасибо. Joy yo'q, shu ba'zan ketgan gapga qo'shilamiz. Baribir bizga xos narsa emas. Mani tushuncham bo'yicha, mana hozir bu yerda Fatih akam ko'p turibman, trenerlar, murabbiylar bor, ko'p yoshi kattalar bor. Biz yoshligimizda shular bizga nimadir o'rgatishgan. Men eslayman, Fatih aka bilan Qozog'istonga borgan musobaqaga 2011-yil. Shunga ham 15 yil bo'ldi. Men uchun nimadir erishsam, ustozlarim, ota-onam, qarindoshlarim faxrlansa, men uchun bo'li yaxshiroq deb o'ylayman. Kim o'zim faxrlanganman. В первую очередь, про гордость, если мы разговариваем, такой гордости нет, как я подключаю слова Богдана, что мы здесь сидим. Больше идет гордость за то, что тот момент, когда никто нас не знал, тот момент, когда никто не верил, мы не сдались в те трудные ночи, и этот результат принес нас здесь сюда, сейчас. И мы здесь сидим по эту сторону только потому, что в черные дни, когда у нас было тяжело, мы не сдались. И это уже плоды нашего результата. Да. To'xtab qo'ying, agar gapir bo'lsa. Uzun olib aytganda, chunki hali maqsadlarga hali erishganim ham yo'q. Xudo xolasa, UFC'ning kamerini olganimdan keyin men uchun ota-ona faxrlashini xohlaman, ustozlarim faxrlanishini xohlaman. Agar sportsmen o'zidan o'zi faxrlanish boshlanib, o'sha yog'i kibrga qarab ketib qoladi deb o'ylayman o'zim uchun. Oilalarimiz va ustozlarimiz faxrlansin. Davom etaveramiz. Men ham murabbiyman. Meni
savolim shundaki, ko'p sportchilar taniyman. Eng avvalo biz ham shogirdlarga shu yerlarda o'tirish nasib qilsin. Meni savolim Furqat Yoqubov, Hoji Akbar akaga, shogirdim Kamron Ortiqov. Furqat, xudo xolasa siz taxtga urishgansiz. Kamronga hozir Amerikada bilasiz. Taftdan Kamronga berishyapti taftda. Xo'p, men o'ylantirayotgan savol bu yerda faqat Kamron 57 kilogrammda urishadi. Tafta hozirda 61 kilogrammga berilyapti. Shunga Miraxsal aka, Xotam nima maslahat berardinglar shunga? Faqat mana tafta urishgansiz o'zingiz. Taftga 61 uchun navbatda men ikkita qo'lim bilan rozi bo'lgan bo'lardim. Nimaga deganda, tafta har hafta tarozi bizga eng qiyin o'tgan narsa tafta har hafta tarozdan o'tasiz. Bu professional bo'lmas, rekord bermaydi. No, har hafta 8 litrdan suv ichib, plus siz haftangiz kelganda bu hafta sen ushlaysan deb boshqa haftaga o'tkazib oladi. Bu degani yana plus zgonka. 60 bo'lsa urishsa nabodat bu hammadan svejiy bo'lib, nabodat ulardan ko'ra ustunligi ko'proq bo'ladi. Men tushuncham yo'q. Tushgani ma'qul kelishdi. Bahronjon Ro'ziyev futbol maktabi jamoasidan o'rin olgan birinchi o'zbekistonlik jangchi. Otarbek Qo'ynazarov Warriorsda chempion bo'lgan birinchi o'zbekistonlik jangchi. Miraxsal Ahtamov PFLdagi birinchi o'zbekistonlik jangchi. Bagdan Guskov UFC reytingida top 10 reytingga kirgan birinchi o'zbekistonlik jangchi. Ilhom Nazimov mana Ryzen'da birinchisi. Furqatbek mana tafta urishgan birinchi o'zbekistonlik jangchi. Shu Akbarga kelganda biroz o'ylanib qoldim. Akbar LFA turnirida jang qilgan va adolatsizlik qurboni bo'lgan birinchi o'zbekistonlik jangchi deb ta'rif bersam bo'ladi. Siz qanday fikrdasiz? Bu ham to'g'riroq adashtirish shu yerda. Moskvada Hardcore FC'ni bilasizlar. O'shanda birinchi o'zbekman. Eng birinchi men o'zim chiqqanman. Prezident za poyez bo'lganman. Fazliddin Karim Adrahimov bilan 2 marta bo'yim tatmin bo'lgan. 66 kilogrammda u chempion bo'lganda men prezidentdim, birinchi bo'ldim. Ichimizda lekin eng yosh kichkinasi ham Akbar. Akbarning vaqti hali keladi, lekin shuni ham esdan chiqarmaydi. Hammasi qariyalar, yosh Akbar, shuning uchun hali bir vaqt keladi. Habib Nurmagomedov jamoasi mashg'ulot o'tkazyapti-yu, sizni chaqirsa buni qabul qilasizmi? Nima qilsangiz? Habib Nurmagomedov jamoasi mashg'ulot olib boryapti va o'sha kempingga, lagerga sizni taklif qilsa, buni qabul qilasizmi? Yo'q, albatta yo'q, bilmayman. Qabul bo'lganmiz biz, chunki kontraktimiz bor, 7 yillik. Endi 3 yil bo'ldi, hali 4 yil bor. Yana dalshi xohlasa ishlaymiz. Hech qanday sabab yo'q. Keyin u narsa, u taklif boshqa narsa, boshqa takliflar ham sabab bo'larmidi almashtirishga. Chunki o'zim xohlayman, o'zimga yoqadi, keyin kontraktimiz ham bor, keyin bu dalshi davom etmoqchimiz. Tushunarli. Bagdan Guskov. Выбираем только из двух. Хилл, потому что он выше. Я сейчас выше рейтинга Рейса, так что мне он не интересен, потому что надо подниматься вверх, чем выше я буду, тем быстрее за пояс поднимусь. Что здесь нету какого-то именно предвзятого отношения к тому или иному. Мы с Хиллом вообще нормально общаемся, постоянно в Америке я увижу. Вот. Но это спорт, так что он занимает 5-ю, кажется, строчку. Я сейчас 8-й или 7-й, особо потерял счет, там все это меняется очень быстро. Вот. Но в 10-ку точно вхожу и знаю то, что Хилл выше, так что мне он более интересен. Qaysi sport turi ko'proq qo'l keladi sizga? Misol, boks, barba, qaysi biri sizga qulay? Misol, karate, taekwondo, tezlik, boshqa hammasi demoqchiman. Qaysi biri qulay sizga? Qaysi sport turi shu aynan jangda, bo'yda sizga qo'l keladi? Rahmat, oldindan javob. Men o'zim belbog'li kurashchiligim uchun
har doim mening udobniligi setga qadar qoladi. Shu holatda bellar o'sha yetgan mening udobnilik bel bog'lab yurish yaxshi deb o'ylayman. Ishoninglar, hech kim majbur emas. Sizni addeshga qilishga ham, sizni oldingizga tuzishga ham majbur emas. Просто bitta tushuncha borki, sal yosh bo'lganingizda o'ylaysiz, sizga hamma majbur, sizga hamma qilib berish kerak. Gasudarstvo qilib berish kerak, federatsiya qilib berish kerak, trener qilib berish kerak. Yo'q. Siz mehnat qiling, siz yutishni boshlang, dars yutqizmasdan shu odam yoningizda qoladi kimga kerak bo'lsa. Agar yutqizganingizda ketgan odam bo'lsa, o'sha itak kerak emas bo'ladi bu odam. No, esingizda bo'lsin, har doim yoshlangan, sizga hech kim hech baloga majbur emas. Hammasi o'zingizga erishishingiz kerak. Bo'ldi. Tochka. Farnoz Rahmonqulova Olam Sport.com saytidan. Meni savolim yo'q. Furqatbek Yoqubov kecha zo'r jang qildingiz va jangdan keyingi intervyuimizni izohlar bo'limida bir muxlis yozib qoldiribdi sizga. Agar UFC'ga chiqsangiz, bitta yangi Damas mendan deb, shuni yetkazib qo'ymoqchi edim. Damas menga qo'yamiz. Da, Damas menga qo'yamiz. Da, chista. Zaten yesici adliyetle anlatmak için olaydı. Dostlar abi, kreditke bozu gelemez mi? Çisto, kredit. U izohni screenshot qo'ydim. Mabodo yo'qolib qolsalar, topib olamiz UFC'ga chiqqanda. Yo'lki o'z UFC'ga chiqqanda, ilhom aytgandaki $100,000 bonus bergandan keyin odam qidirish shaxsan bo'yi qoladi, boshqa narsa O'zga Damas beramiz. Ular hozirgi kunda o'zini ustida qaysi jihatda ishlayapti. Xuddi shu savolni hamshaharlarim Namanganda mana Furqatbek va Akbarga ham shu savol. Men hozirgi paytda hamma tomonlama tayyorman. Stoygada ham, boksda ham qo'llarim zo'r qo'yganman, oyoqlarim. Baribir men inshaalloh 100% o'ylayman. Bo'yga MMA Bayes bilan bemalol kurashib, bemalol ishlayaman. Zo'rlar bilan ishladim. Hamzat Chimayev, ASA chempioni Abubakir Bagayev. O'zimga 100% o'ylayman. Slavovga kelsa, nozik tarafga kelsa, nozik tarafga kelishdan oldin bitta vodiyda emas, O'zbekistonda har bir joyda yaxshi sportsmenlar, yaxshi insonlar, har bir turlarda bor. Bunisi 100%. Savolga kelsa, men tushuncham bo'yicha agar men o'zim mana shu joyni nozik desam, sport yig'ishtirib qo'yganim yaxshiroq. Agar men o'zim ishonmasam, o'sha musofalarni yig'ishtirib qo'yganim yaxshiroq. Lekin bilaman o'zim ustimda har kun ishlashim shart. No, lekin men hech qachon o'zim gapirmayman. İşte bu narsa menda siladi. Shu narsani men gapirgan kunim o'sha sport tugataman. Hammada bo'ladi, ichki tuyg'usi, hammaning ichki tuyg'usi o'zi uchun gapiradi. Bu tomonimni siladiyroq, bu tomonimga ishlashim kerak yoki bunday qilishim kerak deb. Shunday qilib, menda ham shunaqa narsa bo'ladi, o'zimdan ham o'tadi. Iloji boricha harakatlanamiz, hamma tomonlarni ishlab, o'zimizni ko'rsatishga. Mana shu bo'yiga, mana shu 30 bo'ladigan, 30 yanvar kuni bo'ladigan bo'yiga juda qattiq tayyorgarlik ko'rdim. Juda chiroyli, juda ham yaxshi bo'y qilaman dedim. Allohning izni bilan bo'yimiz aqliy bo'lib ketib qoldi. Hozir gapirish noo'rin, buni bo'yda ko'rsatish kerak, to'g'risi. Men shunday deb o'ylayman. Shuning uchun to'g'risi ishlayapmiz. Chunki bu yoqdagi ko'p murabbiy sportchilar bo'lyapti. Birinchi murabbiy, ular birinchi stada o'tirganda shu savolni balkim beradi. Rahmat. Ko'p sportchi bo'lishlar, birinchi murabbiyimiz. Mana sizlar ishonaman, unutmagansiz hech qaysizlar birinchi murabbiyimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Birinchi murabbiyim mani Abdulla Toshboyev bo'lgan, Namanganda. Yaxshi inson bo'lgan. Inson 2021-yil Alloh rahmat qilsin vafot etgan, lekin yaxshi inson bo'lgan. Shu insonning qo'lidan kichkina maktab zalida 10 tadan ko'p jahon chempioni chiqqan. 10 tadan ko'p maktab zalida Lubitelda havaskorlar. Shu inson mani shu darajaga yetishimga ko'p yordam bergan inson. Shunga rahmat, joy jannatda bo'lsin. Men birinchi trenerim bu rossiyalik Rustam Davshanganov bilan Rostovlik. Это мой первый тренер, наставник, это Ахмед Магомедов. Я хочу ему сказать огромную благодарность. Все, что он вложил в меня в начале моей карьеры, все благодаря ему. Ахмед, Арушит, тебе старший брат. Otam belki sizdan ham eshitaylik. Cho'ti Nasrillazo yana kecha bonus olgansiz degan ekan. Tabriklayman, kechaga g'alaba olgan. Dostoyni bo'lasiz. Sizdan ham eshitaylik. Bahrom akamdan ham. Birinchi murabbiylarim, Jonbog'lar aka ham, Xudin akalar, belbog' kurashdan ustozlarim. Shuncha kurashda men MMA'da hamma bo'yimda belbog' kurash menga foyda berganda. Belbog' kurashlarda kuch ko'p bo'ladi birinchi o'rinda. Chunki belidan ushlab ko'tarib solish oddiy narsa emas-ku. Shu sababli men kuch-quvvatim Xudoga yaxshi deb o'ylayman. Rahmat. Akbar aka. Assalomu alaykum. Ilhom aka, sizga savol. Sportga befarq bo'lmasligi va sportchilarni qo'llab-quvvatlashlarini juda e'tibor bersanglar, kattakon rahmat. Kichkina murojaatim bor. Mana shu bizning sportchilarimiz juda ham katta auditoriyaga ega, ko'plab kuzatuvchilar bor. Lekin sizlarda murabbiylar o'tiribdi, xulosingizda, ya'ni sizlar tarbiya beruvchisizlar. Bizning sport turida juda ham ko'p eshitadiganimiz, o'zi sportchilardan e'tiroz yoki bir ko'p eshitiladigan gap shu moliyaviy muammoga duch kelinadi. Ya'ni bitta musobaqaga chiqishga vitamizatsiya yoki yaxshi yashashga hamma oliydi. Qanaqa murojaat qilsam, xulosasiga sizlarga ham tarbiyalanuvchilar bor. Bir narsani yurakka tushuntirishinglarni, mana shu sportchilarimiz ham o'zini o'yinchilarga, yosh sportchilarga tushuntiringlarki, qiyinchilik bizani o'sha master klassda ham bo'ladi. Shu bizani fishkamiz bo'ladi. Agar ularga sponsor berib tursa, undan katta sportchi ham Lyuisga kirib chiqmaydi. Shu bizani o'sha qiyinchiligimiz, o'sha maqsadimizda to'xtamaslik, disiplina yoki motivatsiya bo'lsa, o'shanga katta eng katta motivatsiya shu bizani qiyinchiligimiz. Qiyinchilikdan chiqqanda o'zingiz sezasizlar rohatini. Ikkinchi narsa, mana kecha Manguliga bo'lib o'tdi. O'zimizning hamyurtlarimiz, ukalarimiz, bizning sportchilar omad yetishmay mag'lubiyatga uchradi. Bu yerda mana Furqat, Bahrom, bularni juda ham oldindan taniyman. O'sha musobaqalarda birga chiqqanmiz, kerak bo'lsa sekinroq bo'lganmiz yoki vez tashlashda kerak bo'lsa uxlamagan chiqqanmiz. Sportchiga nima o'sha qo'llab-quvvatlash qanaqa payt o'zi kerak, boya o'tmaydi. Yutganlar orqasida komanda chiqadi, yutqazganda. Bizda agar bir bo'lib o'sha sportchilarimiz, kecha mag'lubiyatga uchragan sportchilarimizni qo'llab-quvvatlab yoki o'sha o'yinchilar xalqimiz negativ chunki sport bor joyda yutqazuv yonma-yon. Yutqazuv degan narsa yo'q. O'sha Habib agar yutqazuvsiz desa, havas qilib juda ham qo'rqib bizga qanaqa stresslarni boshdan ko'taradi. O'zidan o'tayotgan o'zi bilan faqat ular ko'proq mehnat qilsa, bizda ham shunaqa payt qo'llab-quvvatlaydi. Yolg'izlatib qo'ymaydi. Sababi bizning bitta negativ fikrimiz sport to'xtatib yuborishga olib kelishi mumkin. Lekin sport to'xtatgan mayli o'zimiz sport sohasida bo'lgan eng to'g'ri yo'lni bilaman. Ya'ni zararli odatlardan chegaralanamiz. Kunuz vaqtida boyagina aytibsizlar, har ko'chadagi yomon ishligi sportchi o'zi namunada hamma joyda. Biz shu vatanimizga kerak o'zi yuzimizga bayroq berib ishonib berilyaptimi, biz o'zini munosib bo'lishimiz kerak. Bizani bayroq ko'tarayotgan sportchilarimizni negativ emas,
shunaqa bayram yoniga turing. Shu bir murojaatdan Javobsiz qoldi. Javobini rostdan ham post qilishim kerak aytgan edim. UFC'dagi o'zgarish haqida, chunki Paramount bilan UFC kontrakt qilgandan keyin UFC siyosatida katta o'zgarish bo'ldi. Bundan keyin Yevrosiyo, Rossiyalik, Yevrosiyo, Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va rossiyalik jangchilarning chiqishi qiyin bo'ladi. Masalan, shu yil 21 ta jangchi chiqib ketgan bo'lsa, UFC'dan mana shu territoriyadan 11 ta jangchi kirdi UFC'ga. Buni o'zgacha sabablari bor. O'zi aytsam uzun ko'p bo'lib ketadi, vaqt ko'p ketib qoladi. Lekin rasmga keltiramiz. Asosiy so'raydigan narsa, asosiy muammosini aytaman. Mana shu yerdagi jangchilar bilan viza muammosi, jangdan keyin transfer, chunki pulni ular 10 kundan keyin, 11 kundan keyin perevod qiladi. Mana shu dokument muammosi. Ingliz tilini bilmaydi. Bizning o'zbekcha gapirishimiz ularga qiziq emas. Ularga ham masalan mediasini tushuntirish kerak. Shuning uchun qiyin bo'ladi bizning mana shu territoriyadagi jangchilarning chiqishi. Lekin uni chiqish yo'llari bor. Xudo xolasa o'zim Instagramimga buni post qilib qo'yaman. Bu aniq osmon olinadigan ma'lumot emas. Bu ishonchli bilan bizning o'zimiz menejer kompaniya gapirgan paytdagi emaildagi aniq ma'lumotlar. Siz savolingiz yo'qmi?